katta insonni ko'rmagan edi. Dunyoda unaqa qattiq bog'langan zanjirband kishini ko'rmagan edi. Ikkita qo'li bo'yniga baylab, ikkita tizzasi bilan oshig'ini orasidan katta bir temir bilan chandib zanjirband qilib tashlangan edi. Shunda "Voy, sen kimsan?" deb so'radik. "Meni ko'p ko'rdinglar, sizlar kimsizlar?" dedi u odam. Shunda biz arablardan bo'lgan odammiz, Lahm Juzom degan Arabistonning shimolidanmiz. Bir dengiz kemasiga o'tirgan edik deb gap boshladik. Shunda Bayson xurmozoridan gapiringlar dedi. "Nimasini so'rayapsan u xurmozorning?" dedik. Shunda xurmozor xurmo berib turibdimi dedi. "Ha" dedik. Desak, "Hali xurmo ham bermay qoladi" dedi. Keyin Tabariya ko'li to'g'risida xabar beringlar dedi. "Nimasi to'g'risida so'raysan uning?" desak, "Suvi bormi?" deb so'radi. "Ha, suvi ko'p" dedik. "Ha, hali suvi ham ketib qoladi" dedi u odam. Keyin Zug'ar qudug'ichi deb so'radi. "Uni nimasini so'raysan?" desak, "Suv bormi unda" dedi. "Odamlar undan suv tortib chiqarishyaptimi, suv quduqning suvini?" deganda, "Ha" dedik. "Suvi ko'p, odamlar uni suvidan ziroat qilishyapti" dedik. Keyin ummiylarni payg'ambari haqida gapiringlar bizga, menga xabar beringlar dedi. "Nima qildi?" deganida Makka degan joydan chiqib Yasrib degan joyga kelib o'tirdi dedik. "Arablar urushdimi u bilan?" deb so'radi. "Ha" dedik. "Nima qildi?" desak, deb so'raganda, "Atrofidagi arablarni ustidan hukmron bo'ldi, u kishiga itoat qildi odamlar" dedik. Shunaqa bo'ldimi?" dedi. "Ha, shunaqa bo'ldi" desak, "Ha, o'zi unga ergashganlari najot topadi, ergashishlar yaxshida unga" dedi. Keyin endi men o'zim to'g'risida xabar beray. Men Masihman, Dajjolman. Yaqinda menga chiqishga buyruq bo'ladi. Chiqaman. Yer yuzida biron bir qishloqni qo'ymasdan hammasini egallayman 40 kunda ichida. Lekin Makka bilan Toybaga qudratim yetmaydi. Ikkovi ham menga harom. Har biriga kirmoqchi bo'lsam, farishtalar qilich bilan meni farishta to'sib qoladi. Har bir tog'ni orasiga yoki har bir ochiq joyiga farishtalar tushib qo'riqlab turishadi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tamimdan shunday qilib aytib berdilar. Tamimni yonida turib. Keyin Fatima radhiyallohu anha bint Qays aytadilarki, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini qo'llari bilan minbarga qo'llarini qadab turib aytdilarki, "Mana bu Tayba shahridir. Bu Tayba, ya'ni shirin, yaxshi shahar" deganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shaharlari Madina yaxshi shahar bo'lganligidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shahri bo'lganligidan Tayba ham deb ataladi. Tayba, bu Tayba, bu Tayba deb Madinani zikr qilib turdilarda, keyin aytdilarki, "Esinglardami? Men buni sizlarga bu Dajjal haqida aytib beruvdim-ku" dedilar. Odamlar "Ha" deyishdi. Shunda keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Mana bu Tamimning hadisi ham ajoyib ekan. Men aytib yurganlarga to'g'ri kelib qoldi. Madina to'g'risida, Makkada to'g'risida aytib yurgan narsalarimga" dedilar. Keyin yana Masih to'g'risida gapirib, Shom dengizi yoki Yaman dengizining orasidan, yo'q,
mashriq tarafdan mashriqqa yaqin tarafdan chiqadi dedilarda, keyin boshlarini mashriq tarafga burdilar. Fatima aytadilarki, men shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eslab qolganman deydilar. Bundan tashqari Dajjal haqida hadislar juda ko'p kelgan. Lekin biz hozir bu yerda Dajjal haqidagi hadislardan olinadigan ba'zi bir dalolatlarni to'g'risida gapirib o'tsak, qolgan daqiqalarda yaxshiroq bo'ladi menimcha. Dajjolni Masih deb atalishiga sabab bir ko'zi, ya'ni ikkita ko'zidan bittasi ko'rmasdan qolganligi mamsuh deydi arablar. Mamsuh degani ko'zi yopilib qolgan degani. Ya'ni yopilib qolgan bo'lganligi uchun ham Masih deb atalgan. Lekin Iso alayhissalomni Masih deyilishi esa u Alloh subhanahu va taolo xoslab qo'ygan, maxsus o'zi subhanahu va taolo unga nom bergan ism hisoblanadi. Nima uchun? Chunki Zakariya alayhissalom u kishini ushlaganligi uchun deydi ba'zilar aytadiki, Masih alayhissalom ko'rlarni, karlarni, yana pes bo'lib qolgan odamlarni silasalar tuzalib ketaverardi. O'liklarni silaganlarida tirilib ketaverardi. Shuning uchun ham Masih deb atalgan deydi. Dajjal degani esa aldoqchi degani. Shuning uchun ham Dajjal deb atalgan. Odamlarni aldab ketganligi uchun. Chunki o'zini haqiqatini, o'zini botili bilan qoplab, o'zini odamlarni Dajjal ekanligini, yolg'onchi ekanligini bildirmay yuradi. Endi Qur'onda nima uchun zikri kelmagan degan gap bo'lib qolishi mumkin. Mana shuncha muhim ekan, nima uchun Qur'onda zikri kelmagan buni deb qolsa, bu to'g'rida Hazrati Hofiz ibn Hajar Asqaloniy o'zlarini Fathul Bori degan kitoblarida shunday dedilar. Javoblaridan ba'zilarini keltirib o'tamiz bu yerda. Bunga ishorat bor deyishgan ba'zi ulamolar deydilar. Yawma ya'ti ba'du ayati robbika la yanfa'u nafsan imanuha degan oyat bor An'amda. Rabbingizni katta qiyomat belgilaridan ba'zilari kelib qolganda biron bir jonga uni iymoni manfaat bermaydi, foyda bermaydi degan oyatda Imom Termiziy o'zlari chiqarib keyin bu hadisni sahih deb Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan shu hadisni keltiradilar. Aytadilarki, 3 narsa borki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. 3 narsa borki, agar 3 ta o'sha narsa chiqadigan bo'lsa, biron bir jonga iymoni foyda bermaydi. Agar iymon ilgari undan oldin iymon keltirib qolgan bo'lmasa. Dajjal va yana dobba jonivorni chiqishi hamda quyoshni o'zini mashriqidan masu, mag'ribidan botadigan joyidan qaytib chiqishi deydilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu hadisni Imom Termiziy sahih degan. Ikkinchi javob shuki, Qur'onda Iso alayhissalomni tushishiga ishorat oyat bor. Keyin oyatni aytib turib Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti." Ahli kitoblardan biron kishi qolmaydi,